Assalomu alaykum. Muratova Muyassar 2022 iqtisodiyot guruhining 3-kurs talabasi. Elektron tijorat fanidan B2B biznesdan biznesga mavzu O'zbekiston sanoatida B2B mahsulotlarning rivojlanishini tushuntirishga harakat qilaman. B2B nima? B2B ya'ni business to business, bu mahsulot yoki xizmatlar yakuniy iste'molchiga emas, balki boshqa kompaniyalarga sotiladigan modeldir. Bu model zamonaviy iqtisodiyotda juda muhim o'rin tutadi. B2B modelining mohiyati. B2B modelda savdo odatda yirik hajmda amalga oshiriladi va uzoq muddatda hamkorlikka asoslanadi. Narx, yetkazib berish, hajm va boshqa shartlar oldindan kelishiladi. B2B misollari, masalan, qurilish materiallarini qurilish firmalariga yetkazib berish, restoranlarga oziq-ovqat mahsulotlarini yuborish yoki ishlab chiqaruvchilarning texnikalarini do'konlarga ulgurji sotish. B2B va B2C farqi. B2B modellarda xaridor bu kompaniya. B2C modelda esa mahsulot yoki xizmat to'g'ridan-to'g'ri iste'molchiga sotiladi. B2B savdolari ko'proq rejalashtirish va vaqt talab qiladi. B2B xaridorlarning xulq-atvori. B2B xaridorlar qarorlarni puxta o'ylab, strategik yondashuv bilan qabul qilishadi. Ko'pincha bir nechta mutaxassislar ishtirok etadi. Har bir bosqich hujjatlashtiriladi. B2B marketingi. B2B marketing asosiy maqsadi ishonchli, uzoq muddatli hamkorliklarni rivojlantirish. Email marketing, LinkedIn va rasmiy veb-saytlar asosiy vositalar hisoblanadi. Mashhur B2B platformalari Alibaba, Amazon Business, Zmassnet va Moda-Inshine kabi platformalar kompaniyalar o'rtasidagi onlayn savdoni yengillashtiradi va tezlashtiradi. Alibaba haqida batafsil. Alibaba dunyodagi eng mashhur B2B platformalardan biri. U ishlab chiqaruvchilar va butun dunyodagi xaridorlarni bog'laydi. Bu platformada ulgurji savdo qilish imkoniyatlari keng. B2B modelining afzalliklari. Savdo jarayonlarida avtomatlashtirish, katta buyurtmalar, xarajatlarni kamaytirish va ishonchli hamkorlik B2B modelining asosiy afzalliklaridir. Kamchiliklari esa B2B savdo jarayonlarida murakkab bo'lishi, raqobat yuqori bo'lishi va texnik nosozliklar yuzaga kelishi mumkin. B2Bda qo'llaniladigan texnologiyalar. Krem, mijozlar bilan ishlash tizimi. ERP, korxona resurslarini rejalashtirish. EDI, elektron hujjat aylanish tizimlari B2Bda keng qo'llaniladi. To'lov xizmatlari. B2B modelida to'lovlar odatda bank orqali, akkreditiv yordamida yoki onlayn to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Har bir to'lov xavfsiz va hujjatlashtirilgan bo'lishi kerak. B2Bning iqtisodiyotdagi o'rni. B2B modeli ishlab chiqarishni, eksport va importni rivojlantiradi. Bu model ko'plab sohalarda iqtisodiy o'sishga xizmat qiladi. Xulosa: B2B modeli zamonaviy biznesning ajralmas qismi. Texnologiyalar yordamida bu model yanada samarali va raqobatbardosh bo'lib bormoqda. Foydalangan adabiyotlar. Elektron tijorat darsligi, Alibaba.com rasmiy sayti, ilmiy maqolalar, B2B blog va veb saytlar.